Endi qaranglar qizlar, karandash haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Keyingi videomiz bu bizdagi пятноводитель parashoklarimiz haqida ma'lumot. Mana shu пятноводитель parashoklarimiz ham ruchkalarni dog'ini, zilyonkalarni dog'ini rostla ham zo'r ketkazib beradi. Hozir karandashimizda yana bitta test qilamiz. Bilasizlar, sochiqlardan, maxroviy narsalardan bu zilyonka umuman ketmaydi qizlar. Mana hozir zilyonkani ochamiz. Bilasizlar, bu zilyonka qo'lda ham juda ham qolib ketadigan narsa. Suvimizga ham chiqib ketdi даже. Mana qo'llarim nima bo'lyapti. Mana shu zilyonkani mana sochiqqa tekkizdik. Endi boya aytganimdek, qaynoq suvda shu karandashimizni yana surib qo'yamiz. Qizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Aytdim-ku, sizlarga bitta mo'jiza ro'y beradi hozir. Mana qizlar, effektini ko'ryapsizlarmi? Hozir suvimga zilyonka tegdi. Endi bu suvimga tiqmayman, конечно. Ustidan qaynoq suv yana bitta quyib yuboramiz-da. Qo'limdagi dog'lar ham sochiqqa tegyapti mana. Mana qizlar. Bu qo'limdagi tegyapti mana orqasida mana. Mana qizlar. Zilyonkani dog'ini ham momentalniy ketkazib beradigan вообще zo'r mahsulotimiz. Bemalol mahsulotlarimiz haqida qo'rqmasdan odamlarga reklama qilsanglar bo'ladi. Sifatli mahsulotlarimiz har doim sizlar uchun xizmat qilishga tayyor.